qarang, massiv tushunchasi nima o'zi? Massiv tushunchasi bir yoki bir nechta elementlar bilan ishlash. Bir qancha sonlar bilan ishlash degani. Masalan, 10 ta, 50 ta, 100 ta sonlar bo'lsa, shu sonlarning orasidan kattasini topish mumkin, kichigini topish mumkin. Sonlarni qo'shish mumkin, kvadratga oshirish mumkin. Tushundingizmi? Massivni Excel jadvaliga qiyoslashimiz ham mumkin. Mana bu yerda mana massiv bo'ldi desak, mana shu massivning ichida sonlar bo'ladi. 6 ta massiv, 6 ta jadval katakcha. Shu ichidagi sonlar, masalan, mana bu sonni, mana bu sonni. Keyin bu songa qo'shib yoki ko'paytirib yoki bo'lishimiz mumkin. Yoki mashinalar ichidan kattasini aniqlab yoki kichigini aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Massiv tushunchasini bilmasak, Pascalda ham boshqa dasturlashtiruvda ham ko'p elementlarni ishlaymiz. Ko'p element bilan ishlash uchun massiv tushunchasi kerak bo'ladi. Xo'p, massiv bilan ishlash qanaqa bo'ladi? Massiv bilan ishlashda array degan yordamchi so'z bor. Massiv e'lon qilish degan. Array masalan 1 dan 100 gacha integer. Bu degani a nuqta deydigan bo'lsak, bunimiz o'zgaruvchilar satrida e'lon qilinadi. Varda. Ya'ni a massiv, a jadvalimiz bor degani. Bu jadvalimiz bir o'lchovli degani. Bir o'lchovli jadval degani nima degani? Yana ham tushunarliroq bo'lish uchun mana shu bir o'lchovli jadval. Buni nomi a. Bitta satr qolgani ustunlardan bunday bo'lib chiqadi, to'g'rimi? Mana shunaqadan 100 ta joy degani mana bu. Chunki bitta satrda 100 ta joy bor degan. 1 dan 100 gacha element sig'adi, son sig'adi. 100 ta son sig'adi, har xil sonlar. Mana masalan 5, 3, 2, 4 degan har xil sonlar sig'adi degan. Tushundingizmi? Mana shu a massiv. Nomini a deb turib a ga qo'yadigan bo'lsak, a massivimiz mana shu. Ko'rdingizmi? Endi mana sonlarga qanday murojaat qilinadi? Sonlarga mana 1, 2, 3, 4, 5 bo'ladi. Ya'ni A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, 8, A9, A10 bo'ladi. Murojaat shunaqa bo'ladi. Xo'p, keling buni misolda ko'rib chiqamiz. Xo'p, 5 ta sonni yig'indisini topish dasturini tuzaylik. 5 ta har xil son. Mana shu 5 ta sonni ham foydalanuvchi kiritsin. Foydalanuvchi tomonidan readda so'ralsin. Bir yo'l Pascalni o'zida qilaveraylik hozir. Hop. Bu degani shu 100 ta katak ajratildi degan. A massivda 100 ta katak ajratildi. Of integer deyapmiz. Har bir katakning ichidagi sonlar butun qiymat qabul qiladi. Har bir katak butun sonlarni qabul qiladi. Har bir katak. İchiga masalan massivning ichiga 2,5 yo 3,5 degan son yozib olmaymiz endi. Tushunasizmi? Har bir katak integer tipli raqamlarni qabul qiladi degan. Hop, endi beshta har xil son. Endi
Biz read bilan bitta son kiritishimiz mumkin. 2 ta yoki 3 ta. 5 tani ham mayli kiritishimiz mumkin. 10 ta 20 tani qanday kiritamiz? Buning uchun i demaylik alohida e'lon qilib olaylik. Sikl operatorimiz shu yerda yordam beradi. O'sha massivlarda sonlar bilan to'ldirish uchun ham sikl operatori yordam beradi. Birdan keling mana 10 gacha. Endi 10 ta bo'ladi. Endi read yoki read'ni a i deymiz. Tushundingizmi? Bu degani nima degani? A i deb turib, a ni birinchisi, ya'ni i 1 ga teng bo'ladi, to'g'rimi? Birinchi yacheykaga son so'raydi. Ya'ni birinchi kiritgan soni birinchi yacheykaga tushadi. Keyingi qadamda 2 bo'ladi. A 2 ga kiritasiz, ikkinchisiga tushadi. 3 bo'ladi, uchinchisi ketaga tushadi. 4 bo'ladi, 4-ga tushadi. Necha marta so'raydi bizdan hozir? 10 marta son so'raydi. Demak, 10 ta har xil son kelib oldikmi? Massivni son bilan to'ldirishni tushunib oldik. Mana shu holat massivimizni son bilan to'ldirish yoki element bilan to'ldirish deyiladi. Endi massiv to'ldirib bo'ldik. Endi mana shu massivdagi sonlarni nima qilishimiz kerak edi? Yig'indisi mayli. Yig'indisiga mana bitta bo'sh s qo'yib olamiz. Yo, yig'indisi qarish oson, to'g'rimi? Bilamiz. Yana for i barobar birdan s barobar s plus nima bo'ladi endi? I bo'ladi. Tushundingizmi? I bo'ladimish. Uzr. Adashdim. A i bo'ladi. Buning uchun A massivimiz i'inchi element. Ya'ni birinchi, sonda ikkinchi, uchinchi, yana 10-chi hammasini olib qo'shib qo'yamiz. Bo'ldi. Nima qilamiz endi? Shu yig'indini ekranga chiqarib qo'ysak, bo'ladi. Endi ishlatib ko'ramiz. Ekran oynasi bu yerda xatolik beryapti. Xatoligimiz bu yerda ikkita nuqta bo'lishi kerak edi. Ko'rasizmi? Nasıl ishlayapti? Nechta son so'raydi endi bizdan? 10 ta. 3 4 probel bilan kiritib ketsizdan bo'laveradi. 8 9 10. Nechta bo'ldi? 4 7 ta. 8 bunda probel bilan olmaydi. 6 7 8 9 10 ta. Yig'indisini chiqyapti. Ko'rzda bu yerda 6 3 4 5 65. Yig'indimiz 359. Tushundingizmi? Bu massiv bilan ishlash degan. Massivda mana shu ko'p elementlar bilan ishlash uchun mo'ljallangan. Hop, bu bir o'lchovli massivimiz. Bir o'lchovli. Ya'ni mana bitta satr qo'yamiz ustiga. Yoki mana qasiga tasavvursizdan bo'laveradi. Bitta ustiga qo'yamiz satrini. Ikki o'lchovli massivlarimiz qanaqa bo'ladi? Ikki o'lchovli ham bor. Ikki o'lchovli mana.
bunaqasiga ham bor degan. Bunaqasiga ham 10 ta, bunaqasiga ham 10 ta. Vertikal ham, gorizontal ham 10 tadan bo'lsa, unda nechta element bilan ishlashimiz mumkin? 100 ta. Ko'rdingizmi? 100 ta har xil sonlar bilan ishlasak bo'ladi. Biz hozir bir o'lchovli va ikki o'lchovli o'rgansak bo'ladi. Ikki o'lchovlida qanaqa bo'ladi? Ikki o'lchovlida e'lon qilinishi shunaqa bo'ladiki, 1dan 100 gacha, virgul yana 1dan 100 gacha desak, bu 100 ta bunaqa vertikal, 100 ta gorizontal joy ajratib beradi. Ya'ni 10 mingta son uchun joy ajratib beradi. Biz uni kichkina joyini ishlatishimiz mumkin. Ishlatayotganda mana shu joyda ishlatamiz. Buna faqat joy ajratib beradi bu narsa. Bu 100 gacha olsa 100 ta ishlashimiz shart degani emasda. Prosta joy ajratib beradi. Bu yerda qancha bo'lsa ishlataveramiz. Mana bu yerda faqat 10 tasini ishlatdik. Mana bo'ldi. Nimada endi ikki o'lchovlikni kiritish qanaqa bo'ladi? Ikki o'lchovligimizda xo'p, yana bitta zini qo'shamiz. Birdan 10 gacha bu. Endi A, I, J degan narsa bo'ladi. Ya'ni A11 mana. Mononimiz A11, mononimiz A12, ya'ni birinchi qator, ikkinchi ustun. A13, A14, A15. Mononimiz A21, A22, A23. Mononimiz A31, A32, A33, A43, A53, A63, A36 degan. A37, A38 shunaqa. Xolos siz bunaqasiga birinchi i'ni qo'yib oling, xolos bunaqasiga i'ni qo'yib oling. Farqi yo'q. Faqat i'larning soni to'g'ri kelsa, mana yachekiga to'g'ri kelib qolaveradi bo'yi bilan yana. Tushundingizmi? Hop, bu ikki o'lchovli massiv bo'ladi. Ikki o'lchovli massivni kiritish ham shunaqa. Mana bu Ford ichimlik joylashgan sikl holatini ko'rgansiz-a? Ichimlik sikl ishlash shunaqa bo'ladi. Qarang. Mana I 1 bo'lganda, mana J to'liq ishlab oladi. Ishlash shunaqa. Ya'ni 1 1 1 2 1 3 1 4 bunaqasiga qadar ketyaptimi? 1 10 bo'lgandan keyin 2 bo'ladi. Yana boshqatdan ketadi. 2 1 2 2 3 2 4. Ford 2 marta ishlash shunaqa, shu mana birinchi qadamda bu ikkinchi ostidagi Ford to'liq ishlab oladi. Bu 2 bo'lganda yana to'liq ishlab oladi. Demak, bu ikki qo'shni necha marta ishlaydi? 10 100 marta ishlaydi. To'g'rimi? Mana shu holatda hozir 100 ta son so'raysiz. Tushundingizmi? Nima massiv tushunchamiz shu. Yana savollar bo'lsa aytasiz, yozasiz. Hozirgi tushunchamiz, darsimiz shu edi.